Bizga yig'inning foydasi yo'qmi? Biz Uyg'ur Akademiyasi Anqarada o'tkazgan ilmiy muhokama yig'ini to'g'risidagi uchurlarni ko'plab o'rtoqlashgandan keyin ba'zilar bu yig'inga bo'lgan bo'lumsiz va umidsiz inkoslarni qaytargan bo'lib, ma'lum nuqtadan aytganda bular balkim bir qism Uyg'urlarning yig'inga tutgan pozitsiyasiga vakillik qilsa kerak. Bundaq inkoslarni tamamen to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ba'zida bir qism kishilarimizning bu tipdagi yig'inlarga bak cho'ng umid bog'lab olishi oxirida yig'inning natijasini qisqa vaqt ichida ko'rolmaslik sababidan umidsizlanib, yig'inni biroqla inkor qilishi bo'lib turadigan hodisa. Yig'in ko'pincha tashkilotlarning asosliq da'vo qilish usuliga aylangan namoyish va boshqa da'vo qilish usullariga o'xshash bizni mustaqillikqa boshlab bormaydi. U qisqa vaqt ichida darhol natija bermaydi. Ammo yig'in bizning mustaqillik da'voyimiz jarayonida kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim faoliyatlarning biri bo'lib, uni hech qanday ahamiyati yo'q deb inkor qilishga bo'lmaydi. Yig'in o'tkazish, namoyish qilish qatorliq da'vo usullari vatan da'vosida garchi darhol biz umid qilgan natijalarni bermasa-mu, ammo kam deganda u bizning ovozimizni anglatish, dardimizni o'rtoqlashish, o'zaro tushunishish va o'zaro aloqani kuchaytirish qatorliq taraflarda alohida ahamiyatga ega. Eng muhimi, u bizni vatan millat uchun qo'limizdan kelganicha bir ish qilayotganimizni his qildirib, bizning vijdonimizni uyg'otadi, ruhiy sog'lomligimizni yaxshilaydi. 9-oyning 17-kunidan 9-oyning 21-kunigacha Turkiyaning poytaxti Anqarada Uyg'ur Akademiyasi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davomlashayotganda Uyg'ur kimligini qo'g'dash ilmiy muhokama yig'ini va yosh yetakchilarni tarbiyalash kursi qatorliq bir yurish faoliyatlari o'tkazilgan bo'lib, ularni alohida ahamiyatga ega deb qarashga bo'ladi. Oldi bilan 9-oyning 17-kuni kechda yig'inning muqaddimasi sifatida Anqara kent konsertida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan mehmonlar, Turkiyadagi har qaysi partiyalarning vakillari va Turkiyaning bir qism millat vakillarining qatnashishi bilan bugungi kundagi Uyg'ur masalasi degan temada Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini cho'ridab muzokara ilib berildi va so'z qilgan vakillar o'zlarining andishisini va fikrlarini o'ttirib qo'yib o'tdi. 9-oyning 18-kunidagi yig'in Turkiya va Sharqi Turkiston istiqlol marshi bilan boshlangan bo'lib, orqadan Uyg'ur Akademiyasining raisi Rishad Abbas, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, Turkiyaning sobiq parlament a'zosi Faramuz Ustun, Dunyo Uyg'ur qurultiyining qurg'uvchi rahbarlaridan biri bo'lgan Erkin Aliptikin qatorliqlar boshlanish so'zi qildi. Undan keyin yig'in Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur kimligini qanday qo'g'dashni cho'rdigan holda 7 xil farqli temalarda 7 bo'lakka bo'linib, munosabatlik mutaxassislar har bir tema to'g'risida dokladlar berdi. Ham shundaqla so'ralgan savollarga javoban muzokaralar ilib berildi. Yig'in jarayonida o'xshamagan tashkilot vakillari, akademiklar bilan faoliyatchilar, yoshlar bilan cho'nglar, ziyolilar bilan diniy ulamolar bir ustal ustida o'ltirib, o'zimizning mavjudligimizni saqlash jihatda hamkorlik o'rnatish to'g'risida muzokara ilib bordik. Yoshlar o'zlarining cho'nglardan va da'vodan kutadigan istaklarini bayon qilish bilan birga o'zlarining o'zgacha planlarini o'tirib qo'yib o'tdi. Ko'pchilik kishilar bilgandek, ziyolilar bilan ziyolilar orasida, ziyolilar bilan diniy olimlar orasida, xalq bilan tashkilotlar orasida, ham shundaqla o'xshamagan tashkilotlar orasida ba'zi fikr farqlari bo'lib, mening nazarimda u fikr farqlarini hal qilishning birdan bir usuli o'zaro ayiblash va o'zaro inkor qilish bo'lmasdan, balki bir ustal ustida o'ltirib, fikr ayrimligini bir tarafga qo'yib, o'rtaq nuqtalarni tepib chiqib va shu o'rtaq nuqtalarda hamkorlik o'rnatib, da'voni sog'lom taraqqiy qildirish. Mustaqil fikr yurgizadigan har qanday odamda fikr farqining bo'lishi normal. Ba'zida u farqlarni tugitaman deb ortiqcha vaqt sarf qilishning hojati yo'q. Aksicha, o'zaro hurmat qilgan asosda qarish tarafning fikr farqiga hurmat qilsak va har ikki taraf ba'zi nuqtalardagi fikr farqini saqlab qilib, diqqatni o'rtaq nuqtalarga markazlashtirsa, ishlar cho'qim yaxshi olg'a bosadi. Bu nuqtada
biz bu qitimqi yig'in jarayonida yaxshi bir boshlang'ich yaratdik deb qarayman. 9-ayning 19-kunidagi yoshlarni yetakchilikda tarbiyalash kursi jarayonida mutaxassislar qanday qilib texmi ko'p yoshlarning da'vodagi yetakchilik rolini joriy qildirishni ko'rdigan holda dunyoning har qaysi joylaridan kursga qatnashish uchun kelgan 40 atrofidagi yoshlarga o'xshamagan temalarda leksiya so'zlab, ular ko'ngil bo'layotgan masalalar to'g'risida muzokara ilib bordi va yoshlarning savollariga javob berdi. 9-ayning 20-kuni, ya'ni yoshlarni yetakchilikda tarbiyalash kursining 2-kunida yoshlar 3 guruhga bo'linib, oldingi kuni so'zlangan temalarni markaz qilib, o'zlarining kelgusi 1 yil ichida amalga oshiradigan plan va turlarni tuzib chiqib, yetakchi o'qituvchilar bilan o'rtoqlashdi va oxirida u plan va turlarni texmo mukammal qilib tuzib chiqdi. 9-ayning 21-kuni nashtadan keyin kursga qatnashgan o'quvchilar yetakchi o'qituvchilar bilan xo'shlashib, o'z davlatlariga va turayotgan shaharlarga qarab yo'lga chiqdi. Yuqorqi 3 kunlik faoliyat har kuni degudek atgan soat 7:30da nashtadan boshlanib, kechlik tomoqdan keyingi faoliyat bilan kech soat 11larda oxirlashgan bo'lib, garchi har kuni degudek 16-17 soat davom qilgan bo'lsa-mu, ammo kursga qatnashgan barliq yoshlar va yetakchi o'qituvchilar o'z o'rnida ching o'ltirib, faoliyatning utuqli bo'lishini kapolatga ega qildi. Uningdan boshqa eng muhimi u yoshlarning qizg'inligi va talanti odamga umid beradigan bo'lib, 2 kunlik kurs jarayonida ularning amaliy harakatlaridan ularning ilm-fanga bo'lgan ishtiyoqini va o'z millatining kelgusiga bo'lgan ishonchisini his qilish tas emas edi. Ular o'zlarining millatining kelgusi ekanligini haqiqiy turda namoyon qildi. Ulardagi qizg'inlik, jasorat va qobiliyat hammamizni so'yindirdi. Faoliyat jarayonida ular yangi o'y tafakkurlari bilan noyda qisqa vaqt ichida amaliy bo'lgan oldimizdagi 1 yilda qiladigan Uyg'ur kimligini muhojiratda qo'g'dashdagi bir qancha turlarni o'ttirg'a qo'ydi. Qisqasi, yoshlarni tarbiyalash kursi jarayonida biz yolg'iz ilmning zakotini berib, yoshlarga o'zimiz yaxshi bilgan narsalarni o'rgatib qolmasdan, bizmi ulardan ko'p narsalarni o'rgandik. Shaxsan yoshlar so'rgan ba'zi savollar meni o'yga solgan bo'lib, mening yana ba'zi masalalar ustida texmi atrofliq o'ylanishimga turtki bo'ldi. Men ulardan ko'p ilhom oldim. Bu qitimqi yig'in biz uchun nihoyatda ahamiyatli bir yig'in bo'ldi.